Hop, birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va oxirida 4-xonadonimiz bo'lyapti. Bunisini ham bitta obzor qilib ko'rsataman, hovlisini ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Endi bardakka ahamiyat bermaymiz. Xudo xolasa bular hammasi otishib ketiladi. Hop, zeleniy zonasi bor, 1.9 sotuvga tushgan, 240 kvadrat maydoni, 6 ta xona, bitta oshxonasi, bu yerda orqada yana havo aylanadigan joylarigacha qilib qo'yilgan. Xonadonimizga kirganimizda mana shunaqa uzun hol kutib oladi. Kattagina, kichkina bo'lib qolmagan ekan. Hop, bu yoqda bitta zalni ko'ryapsizlar, va shu zo'r qilib bitirib qo'yishdi. Svetlari paka o'chuv. Hop, bu yoqda yana bitta xonamiz, bu oshxona. Ayollarimiz uchun oshxonani katta qilib bitirib qo'yishdi. Hop, bu yoqda yana bitta xonasi bo'lyapti. Hop, bu yoqda sanuzul bor. Bitta sanuzullarni ham polni bitirib beramiz deyishyapti. Bu yoqda havo aylanadigan joylar bor. Bu yoqlarni ham polni suvolarni qilib bitirib beramiz deyishyapti. Xo'p, endi ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz. Xudo xolasa ikkinchi etajimizda 4 ta xona tushgan bo'lyapti. Xonadonimiz yaxshi, sifatli mahsulotlarda qurilgan ekan. Даже 8 talik tarketli ham urib qo'yilgan ekan polga. Hop, topli pol qilingan. Xonadonimizni polni shu topli pollar bilan bitirib qo'yishibdi. Bu ikkinchi etajning hol qismi bo'lyapti. Hammasi xudo xolasa yaxshi sifatli mahsulotlarda bitirilgan bo'lyapti. Bu bitta sanuzul ikkinchi etajniki. Hop, bu yoqda bitta yotoqxona. Ota-onalar uchun yotoqxona o'zini sanuzuli bilan bizzatilni bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir kerak mana narsa, bizzatilni kerak bitta. Yangi imorat qurayotganlar hisobga olib qo'yinglar, xudo xolasa. Ispanliga qilib qo'yish kerak baribir. Hop, bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi. Hop, bu yoqda yana bitta yotoqxona. Yana ko'pchilik bo'lsanglar, xudo xolasa, vaqti bemalol bo'ladi. Mana bu yoqda yana bitta xona. Remontlari xudo xolasa uyaltirmaydi inshaalloh. Maqtaganimizcha bo'ladi inshaalloh. Hop, adresni aytdim. Yangi Hayot tumani, Metal baza. Bitonkadan 1.4 kilometr kirib kelinadi. Qirg'aliq mahallasi bo'lyapti. Hop. Bu xonadonimizning narxi $105,000 startli. Narx va shu zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Narxiga shubha yo'q, xudo xolasa. Olsanglar maza qilib yashayversanglar bo'ldi bu yerda. Keyingisi 105,000, undan keyingisi 89,000. Bu yoqda tartsovoga tushgani bor. Kelsanglar yana o'zlari bilan yana gaplashib olaverasizlar, kelishib olaverasizlar qo'ldan kelgancha, balki unisini ham qanchadir vaqt kelishib olsanglar bitirib berirlar. Lekin mamlari ham zo'r, mana xonadonlar hammasi inshaalloh yaxshi, bemalol maqtovliman, sifatli mahsulotlarda qurilgan. Nomerlar qoladi, aloqaga chiqasizlar bemalol, yana egalari bilan talashib, tortishib, savdosini qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, yangi hayotda turadigan, domini sotib, uchastka olaman degan yaqinlaringiz bo'lsa, o'shalarga bu videoni jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa inshaalloh hammamizga manfaatli bo'ladi. Biz uchun ham rezultat, masalan, sizlar bunga jo'natsanglar, o'sha sizlarning yaqiningizlar olsa, bu bolalardan keldi klient deb, xudo xolasa inshaalloh bizani ham ishimizni yana ham rivojiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi xonadonlarni chiqarishda to'xtamaymiz inshaalloh. Sog' bo'linglar.